Yo, hammaga salom bo'lasizlar bilan. Men yana o'sha Netboy va obunachilar bizning yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bo'ldi obunachilar, bugun yana qishloq sarguzashtlari, lekin bo'ldi men bugun o'g'irlik qilaman. Ya'ni bitta Marcos degan bitta o'yinchini uyiga o'g'irlikka tushaman. Ya'ni Marcos degan bitta bolani uyiga o'g'irlikka tushaman bugun. Va video davomida nima bo'lishini o'zingizlar ko'rib olsanglar bo'ladi. Xo'p, hozir Marcos uydamikan yoki yo'qmikan? Hozir shuni bilib kelishim kerak. Mana shu uy Marcosning uyi. Mana. Xo'p, hali uyda emas, lekin ketish kerak bugun qaqadir. Ketganini aniq ko'rsa bo'ldi, o'shanda yaxshi bo'ladi. Shunda bemalol o'g'irlikni amalga oshira olamiz. Xo'p. Bu yerda bo'lsa uzun market va mana bu yerda mana o'tgan qismda ochgan kompyuter do'konim. Ha. Hozir. Tak. Ishchilar yaxshi ishlashyaptimikan? Fix mayaplar, yaxshimisiz? Ishingizga omad. Tak. Xo'p, endi bu yoqni yopib qo'yamiz. Mana bu yerda kiyim do'koni ochildi. Xuddi sizdan maniki bilan bir xil qilib qurildi va xullas shunaqa. Bu yerda bo'lsa mehmonxona ochildi. Ya'ni shahardan aytgancha men bu ko'k BMW ham Marcosniki. Shahardan kelgan mehmonlar mana shu gostinitsaga, ya'ni mehmonxonaga kelib dam olishligi mumkin. Xo'p, bu yerda endi men sekin telefonimni olaman. Xo'p, yaxshi, oldimda turib tursin. Xo'p, Marcos tezroq ketsa yaxshi bo'lar edi. Ana Marcos o'zi ham chiqyapti, qani. Xo'p. Ketdi, yaxshi. Orqangga qarama. Yaxshi. Shaharga ketganda adashmasam, shaharda qanaqadir ishlar bor bu bolani. Xo'p, endi biz shu vaqtda foydalanib uni uyiga o'g'irlikka tushishimiz kerak. Va bu uchun biz o'zimizga kerakli uskunalarni olib olishimiz kerak, ya'ni qurollarni. Xo'p, bizga yana bolta ham kerak bo'ladi, ya'ni kimdir hujum qilib qolsa. Va mana bunaqa kiyimlik va chunki bu kiyimimiz kir bo'lmasligi uchun va bizni mer tanimasligi uchun kerak bo'lib qolishi mumkin. Bu ham bir xavfsizlik uchun. Xo'p, endi sekin mana shu yerdan o't olamiz. Hech kim yo'q, yaxshi. Xo'p, hozir ko'p jiddilar qaqadir ketishgan o'zi. Bugun jiddilarning kuni, qanaqadir bayramligisi bor ekan, hamma jiddilarni qanaqadir bayram deyishdi, men yaxshi tushunmadim. Xullas o'sha bayramga ketishgan ekan qat'iyadir. Hop, qani. O'xshadi. Yaxshi, qulfini buzib kirish rejasi o'xshadi. Xo'p, endi bo'lsa hozir bu qatta. Bu shkaf demak, pastdan ochilar ekan. Mana seyf. Menimcha ushat bo'lish kerak. Ikkita men bittam ekan. Yo'q, lekin bu yoqda ochilmayapti. Yo'q, bu yoqda emas. Demak, aniq mana shu yer bo'lish kerak. Tak hech kim yo'q, yaxshi. Qani. Va nihoyat, mana o'sha seyf. Qani, internetda ko'rganimdek qilib ko'raman. Qani. Ochildi. Obunachilar. Internetda ko'rgan seyf ochish layfhakim o'xshadi. Yaxshi, endi bularni hozir hammasini tez olamiz. Pulni ham olamiz. Men bu kalla maniki menimcha bu nimaydi. Xo'p, hammasini olamiz hozir. Endi bo'lsa sekin bundoq turib yopib qo'yamiz va bo'ldi. Biz hech nimaga teginmadik. Va sekin yopib qo'yamiz. Qani, bo'ldi, quflab qo'ydik, qaytib. Yaxshi. Endi bo'lsa tezroq buni uyimga olib borib qo'yishim kerak. Ya'ni uyimga olib borib yashirib qo'yishim kerak men buni. Bo'lmasa meni uyimni politsiyachilar kelib tekshirib qolsa juda ham yomon bo'ladi. Hayotgancha bo'ldi, bizning qishlog'imizdagi politsiya uchastkasi o'rnatilgan va shifoxona ham o'rnatilgan. Shu uchun ehtiyot bo'lishimiz kerak. Xo'p, hozir men bitta narsa qilishim kerak, ya'ni mana bu oq daraxtdan chopib kelishim kerak. Nimaga desanglar, men bu orqali sandiq yasab olaman. Hop, yaxshi.
Aytgancha bo'ldi, mana shunaqa videolarimiz sizlarga yoqsa, kommentariyada o'z izohinglarni qoldirib va videolarimizga like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar va men bunaqa videolarni ko'paytiraveraman. Xo'p, endi chalg'imasdan men bu daraxtlarni taxtaga aylantirib, bu yoqdan versak yasab olamiz. Va endi buni yo'q, mayli, keyinroq o'zgartiramiz joyini. Hop, sandiq yasadim. Xo'p, endi buni olib tashlab, buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Xo'p, endi bo'lsa qayoqdan? Mana mana shundan qazganim yaxshiroq menimcha. 1 2 3. Yana bitta davay. To'g'ri. Mashyoga sekin bekitib qo'yamiz sandig'i. Bunchalik ichkariga qo'yganim hech kimning xayoliga kelmaydi deb o'ylayman. Va bo'ldi. Aytgancha men bu mashinaning kalitini hozir qoldirib turaman. Bu adashmasam Marcos'ni BMW'sini kaliti bo'lishi kerak edi. Agar shunaqa bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi. Xo'p, qani yaxshi. Endi bo'lsa, buni bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Buni bo'lsa bu yoqqa. Xo'p, bularni sekin joyiga solib qo'yib, men endi har kungi ishlarimni qilib qo'yaman. Xo'p, bo'ldi. Endi xuddiki men uyqudan endi turgandek tutaman o'zimni va shunda mer mendan shubhalanmaydi va politsiyachilar ham. Xo'p, yaxshi. Bo'ldi. Oxiriga tushib ketibdi. Olaman, yaxshi. Xo'p, ekib qo'yaman hammasini. Normalniy. Xo'p, qani. Oppa, va nihoyat bo'ldi. Qo'shnimkini yaqib qo'yardimmi, bilmadim. Qiyin kelmayapti unikin hozir. Va bo'ldi. Xo'p. Yo, stop. Omborxona bu yoqda edi-yu, adashib ham ketimman. Xo'p. Asosiysi biz hech nima qilmagandek tutishimiz kerak. Ya'ni o'zimiz hech nima qilmagandek tutishim kerak. Xo'p, mer oldiga yaxshi ko'rinib qo'y. Qishloq qabulxonasida. Mer, yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Oylik qachon tushadi? Tez orada tushib qoladi. Bugun tushirishga harakat qilaman. Mana bugun hamma ishlarni qilib qo'ydim. Baraka top. Mayli, sizga kattakon rahmat. Xo'p. Mana bu yoqda shifoxona. Endi bo'lsa, uyga kirib sekin kompyutermi o'ynabmi yo telefon tutkilabmi, nimadir qilib o'zimni nimadir bilan band qilib o'tirishim kerak. Ya'ni Marcos kelganda mendan shubhalanib qolmasligi uchun. Xo'p, buni qo'yaman. Nima qilsam ekan? Xo'p. Yaxshisi kompyuter o'ynab o'tira qolaman. Kompyuterim yoqmayman-ku. Hozir yoqib olaman. Yaxshi. Endi bo'lsa mazza qilib o'yin o'ynayman. Mana nihoyat o'yinimni mazza qilib o'ynab oldim. Aytgancha Marcos kelib qolmadimikan? Men bitta xabar olib qo'y. Qani? Ana. Xo'sh, politsiyachi mana shu bedo'yu. Buni shu ko'rib turganingizdek seyfdan darslar yo'qolgan. Bo'ldi, biz buni hal qilamiz. Kim olgan deb o'ylaysiz? Nightboy yoki adam yerda turadigan Haybulla? Nightboyda unaqa narsani kutish qiyin. Yaxshi, mendan shubhalanishmayapti. Yaxshi. Haybulla. Nimaga sen Marcosning darslarini o'g'irlading? Sen biz bilan politsiya uchastkasiga ketishing kerak. Yo'q, qarshilik ko'rsatma. Yo'q, yur tez. Mana shu olgan. Yaxshi. Mana shubhalanishmadi. Yaxshi. Mayli. Endi tezroq ketishim kerak uyimga. To'g'riroq uyimga emas-ku. Mana bu do'konimga. Xo'p. Qani, yaxshi игровой kresloda sotilayotgan bo'lsa kerak. Bu yo'lga nimadir qilish kerak o'zi. Fix, yaxshi lozimmi? Ishingizga omad, savdolaringizni bersin. Bo'pti, fix, gaplashamiz.
Xo'p, yana bitta menejer olsammikan? Yokida fiksni menejer qilib turib bitta kassaga bitta odam olsammikan, bilmadim to'g'risi. Bitta odam kamda to'g'risi. Hop, kompyuterda yaxshi turibdi. Da, qani yozgincha o'tirishcha. Mayli, hozir o'tirgan kelmayapti uncha bu yoqda. Hop, ha, aytgancha mana Markosning mashinasi sekin og'zi. Ha, yo, bolla. Qanaqasiga surish kerak. Просто surish kerak bolla. Uyga surish kerak, uyga. Yaxshi. Yo, biz endi mana endi BMW bor, bolla buni ichida. Yaxshi, hammayda. Xo'p, qani yaxshi keski. Kimdir ishni taqiladi. Assalomu alaykum. Kim kerak edi? Siz aytmayapsiz? Ha, men aytmayman. Siz biz bilan politsiya uchastkasiga kelishingiz kerak.